Masalan, qiziqarli kimyo degan kitob bor. Qiziqarli kimyoga qarasangiz, Firavn iloni degan tajriba bor. Firavn ilon. Firavn hassasidan ilon chiqaradi. Shu epizodni bilasizmi? Ba'zi kinolarda bor, nimalarda bor, kitoblarda bor. Firavn charxtoshga hassani uradi. Ichiga kimyoviy reaktiv joylab qo'yilgan bo'ladi. Bu o'shandan chiqadigan uchqun hisobiga reaksiya boshlanadi. Natijaga u yerda ilon emas, ilonga o'xshash fishillagan ovoz chiqarib, modda yongan nimasi 2 metr, 3 metrgacha katta ilon qiyofasiga keladi. Odamlar buni ko'rib, ilon haqiqatda hosil bo'ldi, bu haqiqatda Xudo ekan, asosdan ilon chiqardi deb qo'rqib ishonadi-da. Firavn kimyogar bo'lgan. U faqat kimyoviy bilimlardan odamlarni qo'rqitish, o'zini hukmdorligini mustahkamlash uchun foydalangan. Shuning uchun Firavn ilon tajribasi bor.